va ularga qarshi esa O'zbekiston Minecrafterlar, ya'ni O'zbekiston tanigan auditoriyasiga ega bo'lgan YouTuberlar o'rtasida challenge bo'lib o'tadi va bu challengeimiz naqd 7 hafta davom etadi. YouTuberlar esa mana shular bo'ladi. Ha azizlar, sizlar ko'rib turgan bu yerda bularning orasida mashhur bo'lgan, ya'ni Minecraftda tanilgan mashhur bo'lgan chet el Minecrafterlari, masalan, Daqwabiz, Dream va Azzebolt, Mr Beast O'zbekiston Minecrafterlaridan esa YouTuber g'olib chiqadi va bu 7 hafta davomida ishtirok etgan challenge videomizdagi YouTuberlar esa oxirida esa faqatgina 7 ta YouTuberlar o'rtasida bomba challenge video bo'lib o'tadi. O'zbekiston Minecrafterlarini qo'llab-quvvatlash uchun esa kommentariyaga tushib O'zbek Sila deb yozib qoldirishni unutmaymiz. Yoki qaysidir YouTuber uchun dalda bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu YouTuberning nickini yozib yoniga Sila qo'shib qo'ysangiz, ularga kichik bo'lsa ham motivatsiya bo'lgan bo'ladi. Qani unda biz videomizni boshladik. Demak, hammaga salom, sizlarga Apple uchun va hamma salomlar. Yo'q, qanaqa o'zdan chiqasiz to'shosizlar. Bo'ldi, yetadi. Короче, do'stlar, men sizga bitta narsa eslatib o'taman. Videom boshida aytish esimdan chiqibdi. Videomizda do'stlar, inglizlar bilan biz gaplashib bog'lana olmaganligimiz tufayli, ya'ni o'zimizda ham haqqoniy bo'lish uchun o'zimizning, ya'ni O'zbekiston auditoriyasida yig'ilgan YouTuberlar ham umuman videomizda gapirmay o'ynashadi. Buni esa men talab qilib qo'yganim yo'q. Bu esa inglizlardan chiqqan g'oya bo'ladi. Bu mening shartim emas. Bu inglizlardan chiqqan shart bo'ladi. Shuning uchun mayli deb rozi bo'lamiz. Endi bo'lsa, hamma berkinsin. Davay, let's go. Yo, hamma ketdi uje. Yo, odamni qaranglar. Va do'stlar, men shu joyda sizlarga bitta narsa eslatib o'taman. Bizani bu videomizga barcha YouTuberlarni chaqirish juda ham muammo bo'ldi. Shuning uchun bu mehnatimizni qadrlagan holda videomizga hoziroq pastga tushib, arzimagan bo'lsa ham like ni bosib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi men o'ylab chiqdim, bu videomizdagi eng kichkina YouTuber, ya'ni o'zim ekanman. Ya'ni hozirda mening YouTube kanalimda 30 ga dan oshiq obunachi bor. Kelinglar shuni do'stlar tezroq 100 ga chiqarish uchun bizga kichik bo'lsa-da yordam berish uchun hoziroq pastga tushib videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shunaqa videolarimiz chiqishni xohlasangiz bizning Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi aytganimdek, videomizda qatnashishni xohlasangiz biz Telegram kanalimizdan obunachilarni aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir shuning uchun pastga tushib, silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying yoki silkadan kira olmasangiz Telegram qidiruv bo'limiga www.polo deb yozsangiz ham kanalimizdan chiqazib beradi. Va videomizdagi ishlatilayotgan modlar bo'lsa, biz hammasini Telegram kanalimizga tashlaymiz. Shu yerdan bizning Telegram kanalimizdan, ya'ni modlarimizni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar va Telegram kanalimizda birinchi bo'lib yangiliklarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Qani endi biz videoni davom ettiramiz. Xo'sh, mana YouTuberlarga berilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi bo'lsa biz shu futbol maydonidan ularni topishni ham boshlab olsak ham bo'laveradi. Xo'p, endi biz YouTuberlar hamma joyga tarqalib ketgan sababli biz sekin-astalik bilan bir chetdan tartib saqlagan holda, ya'ni tartibli bo'lib, adashib ketmasligi uchun biz sekin qidirishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerdan, ya'ni to'g'riga boramiz. To'g'rida menimcha to'g'ridan boshlab, sekin chap tarafdan, ya'ni shu maydonni, polni aylanib chiqib, qidirib chiqsak, tekshirib, ya'ni yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, bu yer qandaydir blok ekan, buni menimcha hech kim bizib kira olmagan yoki da bizga bo'lsa ham qaytib joyiga qo'yib qo'ya olmagan. Xo'p, bu yerga kiradigan bo'lsak, bu ya'ni stadionning pastki qismi, ya'ni stullarning past joyi. Xo'p, endi biz bu yerda hech qanday qiladigan ishimiz ham yo'q va bu yerdan chiqib, tilim ham aylanmay qoldi. Bu yerda nechta YouTuber bor? Tushunmadim. Artefakt. Qanaqasiga artefakt chiqib ketdi? Do'stlar, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlayotganlarga mudhish xabarim bor. Artefakt ham o'sha birdaniga YouTuberlar o'rtasida challenge birinchi haftaligida chiqib ketdi. Bu bizga ancha minus bo'ladi. Sababi men bu videoni YouTuberlar o'rtasida qatnashtirayotgan bo'lsam, baribir O'zbekiston YouTuberlar tarafman. Lekin bizda birinchi bo'lib o'sha artefakt ham chiqib ketdi. Bor umidimiz esa qolgan O'zbekiston Minecrafterlaridan. Xo'p, biz endi mayli yana qidirishni boshlaymiz. Zato lekin inglizlardan ham bir qancha YouTuberlar ham chiqib ketdi. Bu bizga ancha yaxshi degani. Xo'p, mayli yana biz qidirishni davom ettiramiz. Xo'p, bu yerda qandaydir joy, lekin bu tepasi ham bor ekan. Tepasiga chiqib ko'ramiz albatta. Hekerni ko'rdim hozircha. Gap yo'q. Inglizlarda bir qancha YouTuberlar birdaniga chiqib ketyapti. Cash va bu ismi chiqib qoldi. Dream, Daqwabiz, Sonic, Hacker ham chiqib ketdi ammo.
Yo'q, lekin bizga ancha yaxshi bo'ldi, sababi inglizlardan, ya'ni chet ellik Minecrafterlardan juda ham ko'p YouTuberlar chiqib ketyapti. Bu bizga ancha yaxshi degani. Nu mayli, biz endi yana qidirishni davom ettiramiz, chaqilib qolmaymiz. Xo'p, va mayli, lekin O'zbekiston YouTuberlaridan hali ko'p YouTuberlar qolgan do'stlar, bu bizga ancha yaxshi degani. Shuning uchun do'stlar, boya aytganimdek YouTuberlarni qo'llab-quvvatlash uchun esa hozir kommentariyaga tushib O'zbeksilla deb yozib qoldiramiz yoki shu YouTuberning nikini yozib qoldiramiz. Va do'stlar, yana bir eslatma, bunday kontentlarni hali O'zbekistonda hech kim qilmaganligi tufayli hozir pastga tushib bu kontentimizni qo'llab-quvvatlagan va mehnatimizni qadrlagan holda hozir pastga tushib like bosib qo'yinglar. Chunki like bosish juda ham oson, lekin bunday kontentlarni qilish, buncha YouTuberlarni bir joyga yig'ib to'plab, ular o'rtasida challenge'larni o'tkazish bu juda ham qiyin narsa. Hattoki